qayerga borsang befayzdanmisan deyaverishadi. Rais, yuqoridagilarga ayting, mahallamizni nomini o'zgartiraylik. Xoltoji, agar gapimni bo'lmasdan eshitaman sen gapiraman. Gapiring. Birinchidan, mahallamizning nomi ancha bo'lgan o'zgarganiga. Jabbor Hamroqulov bo'lgan. Ikkinchidan, mahallani nomidan oldin odamlarni o'zgartirish kerak. Qara, ajrimlar soni bo'yicha viloyatda birinchi o'rindamiz. 100 dan oshgan 25 yoshdan o'tgan qizlar bor. Bittasiga sovchi kelsa, 10 tasi sovchini aynita olishadi. Kichkina bolalar orasida tabletkaga o'tirib qolayotganlar bor. O'spirinlar orasida nashavandlar ko'p. Har ikkita uyni darvozasi tagida yalpayib o'tirgan xotinlar o'tgan ketgan duo qiladi deb o'ylaysanmi? G'iybat qilishadi. Qorni tizzasiga tushadigan, yag'ri chiqib ketgan mayka kiyib olib ko'chada narda o'ynab o'tiradigan go'rsoxtalarga maishat bilan g'iybat bo'lsa bo'ldi. Chollar choyxonada, masjidimiz bo'm-bo'sh. 3 tagina oliy ma'lumotli odam bor xolos. U ham boshqa qishloqlardan kelin bo'lib tushganlar. Bitta doktor yo'q mahallamizda. Tushunyapsanmi? To'y qilib qarzga botmagan odam yo'q. Bittasi rivojlanaman desa, qolgani oyog'idan tortadi, ustida yozadi. Katta ariqning suvini iflosligini qara. Odamlar bemalol kanalizatsiyasini ariq qoqishadi. Uzr, rais. Mahallamizga befayz degan nom rosa yarashar ekan.